zarbalar yo'llashga urinib ko'rdi, lekin aniqlik yetishmagandek. Balki hakamlarning qarori boshqacha bo'lar, kuzatamiz. Yakdil bo'lmagan hakamlarning qaroriga ko'ra ko'k burchakda harakat qilgan Bobmurod Boymirzayev g'alabani qo'lga kiritganligini e'tirof etishmoqda do'stlar. E'tibor bering, 3-raundda 4-1 hisobida o'zining foydasiga hal qila olibdi Boymirzayev va 2-raundda ustunlikni amalga oshirgan Behruzjon Rahataliyev ustidan zafar quchib, final yo'llanmasini qo'lga kiritmoqda. Demak, 60 kg vazn toifasining finali Bobmurod Boymirzayev hamda Muhammad Rizo Ukimov o'rtasida bo'lib o'tadi. Andijon viloyati Respublika Olimpiya Paralimpiya sportlariga tayyorlash markaziga qarshi. Bizda esa 65 kg vazn toifasidagi yarim finalning birinchi bellashuvi. Rasmiylar e'lon qilib o'tilmoqda. To'laganov ring markazida ishlashi aytib o'tildi. 5-hakam Bobur Rahimov. Ana endi ringga taklif etiladi 65 kg vazn toifasidagi yarim final ishtirokchilari. Qizil burchakda harakat qiladi Zulfiqor Adhamjonov